Bu o'simlik Rhododendron adamsi yoki Sagandalia deyiladi. Yevropada juda ham mashhur va sevib iste'mol qilishadi. Nega? Bu gul tabiiy energetik hisoblanadi. Hozirgi kunda hamma energetikni ichursa yoki kofelarga ruju qo'yurgan insonlar uchun juda ham zo'r o'rindoshlik vazifasini bajarib beradi. Ulardan foyda va yaxshi tarafi u energetiklar, kofelar taxikardiya chaqirsa yurakni tez urdirsin. Bu gul taxikardiya chaqirmaydi. Endi agar sizda surunkali charchoq bo'lsa, kun davomida quvvat beradi, xotira pastlik bo'lsa, xotirani yaxshilab beradi va aqliy faoliyatni oshirib beradi. Men bu gulni olaman, mana mana shunaqa termosga bitta donasini solaman, to'ldirib qaynoq suv solaman, uydan ishxonaga olib kelib, 1-2 soat ichida ertalab ichib bo'laman. Juda ham zo'r, kun davomida energiya beradi, aqliy faoliyatni yaxshilaydi va juda ham yaxshi xotirani yaxshilab beradi. Albatta tavsiya qilaman, like bo'lsa tarqatasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tiborchi rahmat.